Külke canның oziqi. Shundaq bugun kechiligimizmi kulki izlab kelgan barliq tomoshabinlarning hurmati uchun albatta. Undaq bo'lsa diqqatinglar tuvandagi etotda bo'lsin. Etot xislatli tevib. Marhamat. Teviblarning shohi pirman. Tomo tutib kesal ko'rman. Muqim dukkan bo'lmag'ach menda ko'chalarda minib yuraman. Teviblarning shohi pirman. Kasallarni qarab bilaman. Saqoymasa mening bemorim, uning uchun o'zim o'laman. Teviblarning shohi pirman. Mikroblarni haydab suraman. Doğram kuchib bo'g'achqa mening xotlanmay bo'y taqshiraman. Teviblarning shohi pirman. Aciz erge doğru berimen. Ağvatlarını özgertip şırğa, saqaymasa pulunu berimen. Teviblarning shohi pirman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, anlasam mushu etrafga bir tevib kepti ekanmash. Dangliq. Ha, dangliq tevib. Ha, go'har yotadi sayda, tonimisan hema payda. Voy, siz shu tevib shuma? Darhaq. Ha, dangliq tevib ekansizda. Kamina faqir, muavin mudir faroj, DVD, VCD, TVB degan men shu. Ha, bu hojimka bu. Bu tevib deganning unvoni olmaydi. Bu unvonni sizlar nadim bergan? Dadam bergan. Sizniki ismingiz? Ha, Kamina faqirning ism zoti Ibn Sina, Luqman Hakim, Hozibay, xislatlik tevib Shilayli. Ha? Nang bir qonunliq varisi. Abduvoqi, Abdusattor, Abdujabbor hojim. Hojimka sizlar haramga hajga borganmi? Yo'q, men haramga hajga bormagan. Lekin Qashqa hazratga 2 qatim hajga borgan. Yo'q, men ismlaridan keyin hojim degan gap bor emasmi? Shuni so'rab qoldim. Ha, o mening ismimdan keyin emas oldi. Hozirgi var atam mening ismimni og'zilab amallab, ismimni hojim deb qo'yibdi ekan. Anda olsa men izlayotgan tevib. Sizlar emasdi. Men shudir. Anda olsa yaxshi gap. Hojimka menda gap. Anamning toza mijozi yo'q. Ko'rsatmagan doktorxona qilma deb toza unumimda. Xo'sh. Shu bir uyga yurib ko'rib qo'yamki deb. Fikam, bu doktorxona degan kasal davolaydigan yer emas. Voy, bu nima deganingiz hamda? O bu doktorning oldiga borsa, sizlarni bir nima degan. Ama sizni oldingizga kelsa doktorning bir nima dedingiz hamda. Fikam, doktorlar bizni ko'rmaydi. Do'qchi aptop tilisa, matangchining ochiq kepti degan gap bor. Doktorlarning maqsadi kasal tepish emas, pul tepish, pul. Ay, ma gapingiz qamlashmaydi hojimka. Fikam, o'ylab baqing. Bo'lmasa doktorlar rentgen, B-chow, C-chow, CT deb ayrim silib pul elib yurmay, eng yomonidan birsiga sanmabdi. Ha? Bu gapingizmi qo'y? Lekin ay doktorlar osh 3 kunlarda topamagan kasallar siz qanday topsiz hojimka? Astagfirullah. Fikam, mana biz qarab, purab, so'rab, tutib bilaman. Alayliq. Mana sizning hozir chiroyingizdan chiqib turibdiki, mizojingiz bo'shab, xilitlaringiz tangpunliqni yo'qotib, badaningizni balg'am chirmab ketibdi. Safro o'rlab, savdo tuvallab ketibdi. Ha. Ko'rilishga bo'ladiki, levingizda gaz, tishingizda daz, qopqingizda bez bor ekan. Adam qo'rqatma hojimka. Mana, qarang, men gap qilib bo'g'ich qo'rqiyotganingizni qaraganda, sizning yuragingizmi ojizlashib ketibdi. Mana buni biz o'zimning tibobatimda zaifi yurak. Nima yo'q gapni qilma, yuzgam saqmaning-ka. Vaqirman. Mana bu vaqirgingiz qaraganda chiqib turibdiki, sizning nervingizdami asroq masala ekan. Mana siz bayotin sap-saqda. Demak, o'zingizning sog' yoki sog' emasligini bilmayapsiz. Shuning qaraganda sizda esini yo'qotish kesilma bor ekan. Ha, akalam. Nima? Pul o'ygan qo'lingizni.
Abla, men poloni qo'shiq debkanman. Nemi qo'lingiz o'z akilivering. O'ng qo'lingizmi shu, ha? O'ng qo'lim shu. To'g'ri, soat taqmagandan o'ng qo'lmi shu. Hojimka tomonim nereden tuttu? Oqsoqol ukam. Bu degan mening dadamdan qolgan maxfiy resept. Mana bu 5 barmoq 5 a'zoga vakillik qiladi. Qo'lning olqini qo'saqqa, dumbisi muriga vakillik qiladi. Tilingizni chiqaring. Yo'g'oroq chiqaring. Tilingizga birisi dasib olmagandan keyin uzunroq chiqaring. Chiqaring.